Obunachilar, nasib bo'lsa bugungi obzorlarimiz Dionasidan bo'ladi. Hamma videomizni ko'ringlar va baho beringlar. Aytib o'tayotgan kvartiralarni pashti yarmidan ko'p kredit asosida xarid qilishlari mumkin. Biz aytgan narxni hali hech kim aytmagan, aytolmasam kerak. Anaqa 4 qavatli panelli domda 4-qavatdan 2 xonali kvartirani sotuvga chiqardi. Narxi 32.260 dollar. Aynan bu uyda ham ikkilamchi kredit asosida xarid qilishlari mumkin, hurmatli obunachilar. Manzilda aytadigan bo'lsak, manzil Buxoro shahar, Panda Morojniy deysizlar. Bilmaganlar uchun Gulver restorani. Hozir juda ham zo'r joy bo'lgan. Yo'l bu tarafida Pridaskir masjidi, bu tarafga ketaversak 5-ga qarab chiqamiz. Lokatsiyasi juda ham zo'r. Ikkita maktab, ikkita bog'cha shundoqqina yo'llaringda. Menimcha yomon joy deb ayta olmayman. Puli ham juda ham shikolat pulcha. 32.260 dollarga 2 xonali ugloviy emas, o'rtada. Kamiga esa remont bilan birgalikda hozir birgalikda ko'ramiz va baho beramiz. Kelinglar, xudo xolasa ustida savdochasi bo'ladi. Ana bu o'tirgan joyimiz ko'ryapsizlar, parkovka qismi, bu tarafga disk plashatkalari ko'ryapsizlarni. Hop, orqa tarafida maktab, bu tarafimizda bog'cha. Lokatsiyasi juda zo'r joy, nasib bo'lsa. Olgan odam xudo xolasa albatta baraka topadi. Ishoninglar, bizlarni duo ham qilib qo'yasizlar. Aynan shu uylarni olsalaring duo ham qilib qo'yasizlar. Chunki narxi juda ham zo'r narx o'ylayman. 32.200. Hozir ko'rib baho berasizlar. Shu o'zlaring qilgan ishlar, o'zlaring faxrlansalaring. Hozir ko'rsatadigan uyimni prosta ko'rsalaring, o'zlaring havaslaring ketadi, ko'rsatmasam tur. O'zlaring havaslaring ketadi, rosa o'zim havasim ketdi chunki ana bu o'tirgan joyim podizimiz. Kamiga sizlarga bonusga ana shunday bitta chiroyli gullarni ham sovg'a qilamiz, hurmatli ayollarimiz. Inshaalloh yaxshi kunlaringga xizmat qilsin. Bizlar sizlar tarafdor. Sizlar bizlardan uy olinglar, xudo xolasa. Navruzgacha agar kimda kim xarid qilsa, bonus sifatida notarius bizlardan bo'ladi. 4 qavatli panelli dom, 4-qavatda 2 xonali kvartira. Ko'rishlari mumkin, suv o'tgan joyi yo'q, chakki-pakki hech qanaqa narsasi yo'q. Ana tashqi eshikda ham zamonaviy almashtirilgan Istanbul eshiklari. Keling Ilhomjon, bismillahirrohmanirrohim. Rohim olgan odamning yaxshi kuniga xizmat qilsin. Qalay, mazza. Chiroyli mo'yish shaboylar yo'qda, chiroyli qo'llanma qo'yilgan. Proyektni tanishtiradigan bo'lsak, ikki tarafdan proyektga xonalarimiz alohida, kamiga tualet vannasi ham alohida. Ana bu joyda o'zida bitta chiroyli перехожный shkaf, kupek bo'lsalaring, ancha-muncha narsalarni sig'dirib qo'ysalaring bo'ladi. Eshiklarga baho beringlar. Bismillah. Ana birinchi xonamiz. Birinchi xonamiz ham chiroylikgina mo'yish shaboychalar yopishtirib qo'yilgan, qo'lin pardalar qoladi. Yo'qdi, gap bo'lishi mumkin emas. Ustakalarimiz qo'llari dard ko'rmasin. Ana bu zalimiz, ikkinchi xonamiz o'zlari. Zalimiz ham keng va kattagina, ko'ryapsizlar. Asosiysi uglovoyda emas, ular isitish tizimi markaz bo'ladi. Buni qara. Sanzilchasiga qara. Gilamchasiga necha baho buni qara. Zavodda svet ishlatilgan. Hoppo. Qo'yilgan gap yo'q. Ana vannichasi ham top-tozagina ekan, plastikda qilib qo'yibdi ekanlar. Gap yo'q. Ana bu joyda kuxnyamiz chiqqan. Ha, aytmoqchi, jigarlar, buni oyoqda nima deydigan bo'lsalaring, linoleum yotqizilgan ekan, laminat emas, aytib o'taylik. Ana bu joyda kuxnyamiz. Balkonchamiz to'liq plastik qilingan, oynalar akvaplast romlarga almashtirilgan ekan. Ilhomjon, o'zing profilingdan sanab like bosadigan joying keldi menimcha. Bu uyda olmasalaring xafa bo'lasizlar menimcha o'zlaringni. Ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli remontdan chiqqan. Umumiy maydon 55 metr kvadratdan iborat, 4 qavatli panelli domda 4-qavatda 2 xonali, kamiga ikkilamchi kredit asosida ham xarid qilishlari mumkin. Jigarjon, bitta savol ishga qo'yavering. Shu videomizda yaqinlaringizga ulashib qo'yinglar. Yaxshi ish qilganmiz deb bilasizlar. Bizning mehnatimizni qadrlaysizlar degan umidda qadrlash imkoniyati shu bitta like. Biz ham bir ro'zador odammiz, harakat qilamiz. Ancha-muncha charchab qoldik. Jigarjon, tutgan ro'zalaringiz qabul bo'lsin. Ko'rishguncha.